Yaqinda Angliya safarimda Londondan York shahriga bordim. London markazidan Yorkgacha poyezdda 2 soatlik yo'l ekan. Yo'l davomida oynadan qarasangiz, haqiqiy ingliz manzaralarini tomosha qilib ketasiz. York vokzalidan shahar markazigacha atigi piyoda 15 minutlik yo'l ekan. Lekin bagajlar ko'p sababli taksi chaqirdik. Narxi esa Londonga qaraganda ancha arzonroq chiqdi. Qadimiy va shinam mehmonxonaga joylashdim. Shaharda aylanib yurganimda shuni bildimki, York tarixiy binolar saqlanib qolgan shahar. Yangi qurilishlar deyarli yo'q. Tor ko'chalar, klassik ingliz binolar, har qadamda kichik kafe va do'konlar rosa ko'paygan. Aytganday bu shahar turistlarga boy shahar ekan. Ertasi kun tanovul bilan vaqtli uyg'onib, University of Yorkka bordik. Universitet juda katta, deyarli har bir fakultetning o'z binosi bor. Ulkan hovlisi, hatto ichkarida ko'li ham bor ekan. Landshaft esa Taylor Swift klipidagi ajoyib manzaraga rosa o'xshar ekan. Tanishuv darsida professorning bir gapi menga juda yoqdi. Agar do'stingiz bilan birga darsga kirishingiz qulay bo'lsa, olib keling. Bu menga juda qiziq tuyuldi. Chunki men Singapur universitetida o'qigan paytimda tashqaridan begona kirish qat'iyan taqiqlanardi. Shahar atmosferasi esa alohida gap. Havo toza, jimjit. 5 soat uxlasangiz ham xuddi 10 soat uxlagandek tetik yurasiz. Barcha ishlarni tugatib, shundan keyin ortga Londonga qaytdim. Safarimdan juda ham ko'p taassurotlar oldim. Shunga o'xshash qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.